Qizingizga nimani hech qachon o'rgatmasdingiz. Bo'mag'il ertaklarni hech qachon aytmayman. Zumrad bilan qimmat, Zolishka, Cinderella bo'mag'il ertaklar hammasi. Seni xor qilsa ham jim bo'lib sabr qil. Hamma ish seni bo'yningda qilaver. Seni o'rmonga tashab kelsa ham indamay ketaver. Bir kuni bir sandiq tilla bilan ovqatli shahzoda kelib seni olib ketadi. Mana. Bir sandiq tilla kerakmi? Ko'tingni ko'tarib ishla. Ovqatli shahzoda sabr qilib o'tirsang, bori ham tashab ketadi seni nabrat. Seni xor qilyaptimi, u yoqdan ketishing kerak. Hamma ishlarni sen bir o'zing qilishga majbur emassan. Seni birov bir shapat ursa, sen qaytarib ikki shapatni qo'y. O'shanda haqqingni ajratsang, bu hayotda biring ikki bo'ladi. U ertakdagi oqxotli shahzoda kelar ekan, bir kun boyib ketar ekan, bir kun ertakda hayotda orzu qilar ekanman, sabr qilsam, bo'lmagan gap. Haqqingni ajrat. Haqqingni ajratmas ekansan, bir kun emas, bir kun birovga yem bo'lasan. Bu mag'rur ertaklar. Ertaklar mazmunini hozirgi hayotga to'g'rilab o'zgartirish kerak. O'shalarni hech qachon aytmayman men.